Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan hayotimizning juda muhim bir jahvasiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan yangi qonun haqida batafsil gaplashamiz. Bu ma'lumot ochig'ini aytishim kerakki, sizning va oilangizning moliyaviy barqarorligi, hattoki kelajakdagi rejalaringiz uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir aytiladigan har bir so'zga diqqat bilan quloq tutishingizni so'rayman. Bu yangilik shunchaki bir qoida emas, balki jamiyatimizdagi ko'plab munosabatlarga jiddiy o'zgartirish kiritadigan, har birimizning kundalik hayotimizga ta'sir qiladigan fundamental bir hujjatdir. Agar siz bu yangiliklardan boxabar bo'lmasangiz, tasodifan yoqimsiz vaziyatlarga tushib qolishingiz mumkin. Aynan shu sababli kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot boshqa insonlarga ham yetib boradi. Xo'sh, muammoning mohiyati nimada va oldinlari vaziyat qanday edi? Avvallari ko'pchilik mulk egalari o'zlariga tegishli bo'lgan ko'chmas mulklarni, masalan xonadonlar, noturar joy binolari yoki boshqa obyektlarni qanday maqsadda ishlatishdan qat'i nazar kommunal xizmatlar uchun deyarli bir xil tariflar bo'yicha to'lovlarni amalga oshirib kelardi. Misol uchun, bitta shaxsda bir nechta kvartira bo'lsa ham, ularning har biri uchun maishiy iste'molchilar uchun belgilangan standart tariflar qo'llanilar edi. Xuddi shunday, agar kimdir o'zining turar joy kvartirasini kichik ofis, go'zallik saloni yoki boshqa tijoriy faoliyat uchun ishlatgan bo'lsa ham, ko'pincha bu holat rasmiy tarzda qayd etilmas edi. Natijada kommunal xizmatlar uchun to'lovlar aholi uchun belgilangan tariflarda amalga oshirilar. Bu esa tizimda bir qator nomuvofiqliklarni keltirib chiqarar edi. Elektr energiyasi, gaz, suv va boshqa kommunal xizmatlarni yetkazib beruvchi tashkilotlar uchun bu katta yo'qotishlarga, resurslardan samarasiz foydalanishga va eng muhimi, ayrim iste'molchilarning tizimni suiiste'mol qilishiga olib keladi. Davlat miqyosida olib qaralganda, bu holat soliq bazasining yashirilishiga, yashirin iqtisodiyotning rivojlanishiga ham sharoit yaratardi. Ya'ni kimdir o'zining turar joyini ijara berib daromad topardi-yu, lekin bu daromad rasman aks etmasdi va tegishli soliqlar to'lanmasdi. Yoki kvartirasida kichik ishlab chiqarish sexi tashkil etgan tadbirkor ham amalda san'at miqyosidagi iste'molchi bo'lsa-da, maishiy iste'molchi uchun belgilangan arzon tariflarda to'lovlarni amalga oshirib kelardi. Bu esa adolat tamoyillariga zid bo'lib, halol ishlayotgan boshqa tadbirkorlarga nisbatan nomunosib raqobat muhitini yaratardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Yaqinda qabul qilingan ko'p meni o'rganish va kommunal xizmatlar to'lovlari tartibiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun aynan shu nomuvofiqliklarni bartaraf etishga qaratilgan. Bu qonun bilan mulk egalaridan o'zlariga tegishli bo'lgan har bir ko'chmas mulk obyektining, xususan turar joy yoki noturar joy binolarining aniq maqsadini va foydalanish usulini deklaratsiya qilish talab etiladi. Ya'ni, agar sizda bir nechta kvartira bo'lsa, ularning har biridan qanday maqsadda foydalanishni, masalan, shaxsiy yashash, ijaraga berish yoki tijoriy faoliyat uchun ishlatishni rasman ma'lum qilishingiz shart. Xuddi shunday, agar siz turar joy kvartirangizni tadbirkorlik faoliyati uchun, masalan, ofis do'kon, sek yoki xizmat ko'rsatish shoxobchasi sifatida ishlatayotgan bo'lsangiz, bu haqda ham davlat organlariga rasmiy axborot berishingiz kerak bo'ladi. Ushbu deklaratsiya asosida kommunal xizmatlar uchun yangi tabaqalashtirilgan tariflar qo'llaniladi. Bu shuni anglatadiki, turar joyini tijoriy maqsadlarda foydalanayotganlar yoki bir nechta mulk egalari ehtimol ancha yuqori tariflarda kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishlariga to'g'ri keladi. Eng muhimi, bu yangi qonun talablarini bajarmaganlik, ya'ni mulkning haqiqiy maqsadini deklaratsiya qilmaganlik yoki noto'g'ri ma'lumot berganlik uchun jiddiy ma'muriy javobgarlik choralari ham belgilandi. Bu nafaqat qo'shimcha to'lovlar, balki jarimalar va hattoki jiddiyroq huquqiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Keling endi ushbu yangi qonunning asosiy qoidalarini, kimga tegishli ekanligini va kim xavotirlanishi kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu qonun aynan kimlarga ta'sir qiladi? Birinchidan, bir nechta turar joy yoki noturar joy obyektlariga egalik qiluvchi jismoniy shaxslar. Ikkinchidan, turar joy binolarini tijoriy yoki tadbirkorlik faoliyati uchun ishlatayotgan shaxslar. Uchinchidan, ijara shartnomalari asosida mulkdan foydalanuvchi, lekin buni rasman rasmiylashtirmagan yuridik va jismoniy shaxslar. Xo'sh, siz nimani bilishingiz kerak? Qonun o'z kuchga kirgan kundan boshlab sizning mulkingiz maqsadini va undan foydalanish usulini davlat organlariga rasman deklaratsiya qilish uchun ma'lum bir muddat belgilanadi.
Aynı damda bu muddat konun kirgan kundan boshlab 3 oy deb belgilangan. Ya'ni ushbu muddat ichida siz tegishli ma'lumotlarni taqdim etishingiz shart. Deklaratsiya qilinmagan yoki noto'g'ri deklaratsiya qilingan mulklar uchun kommunal xizmatlar tariflari 2 barobar yoki undan ham ko'proq oshirilishi mumkin. Bundan tashqari ma'muriy jarimalar ham nazarda tutilgan. Bu jarimalar dastlabki qoidabuzarlik uchun baza hisoblash miqdorining 5 barobaridan boshlab takroriy qoidabuzarliklar uchun 15 barobargacha yetishi mumkin. Bu juda jiddiy raqamlar bo'lib, har bir oila byudjetiga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Bir yil misol tasavvur qiling, sizda 2 ta kvartira bor. Birinchisida o'zingiz oilangiz bilan yashaysiz. Ikkinchisini esa bir necha yildan beri rasmiy shartnomasi talabalarga ijaraga berib kelaysiz. Yangi qonunga ko'ra, siz ikkinchi kvartirangizning ijara uchun ishlatilishini rasman deklaratsiya qilishingiz shart. Agar siz buni o'z vaqtida qilmasangiz, birinchidan ikkinchi kvartirangiz uchun kommunal xizmatlar tariflari, masalan, elektr energiyasi, gaz va suv uchun 2 barobar oshiriladi. Ya'ni avval bir kvartira uchun oyga o'rtacha 200 ming so'm to'lagan bo'lsangiz, endi bu raqam 400 ming so'mga yetishi mumkin. Ikkinchidan, sizga mulkning maqsadini deklaratsiya qilmaganlik uchun ma'muriy jarima solinishi mumkin. Bu esa baza hisoblash miqdorining 5 barobari. Ya'ni misol uchun 1.700 ming SO atrofida bo'ladi. Bu albatta jiddiy moliyaviy zararga olib keladi. Buni tahlil qiladigan bo'lsak, qonun chiqarilishining sababi aynan mana shunday yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, mulk egalarining mas'uliyatini oshirish va kommunal xizmatlar uchun adolatli to'lov tizimini yaratishga qaratilgan. Effekt esa, agar hamma qonun talablariga rioya qilsa, byudjetga tushumlar oshadi, kommunal xizmatlar tizimi barqarorlashadi. Ikki misol, kichik biznes egasi, masalan, Shirinliklar olami nomli shirinlik do'konini o'zining turar joy kvartirasining birinchi qavatida joylashtirgan. Kvartira egasi kommunal to'lovlarni maishiy iste'molchi sifatida, ya'ni ancha arzon tariflarda to'lab kelgan. Endi u mulkdan tijoriy maqsadda foydalanishni rasman deklaratsiya qilish kerak. Deklaratsiya qilingandan so'ng uning do'koni joylashgan kvartira uchun kommunal xizmatlar, xususan elektr energiyasi va gaz tariflari tadbirkorlik subyektlari uchun belgilangan tariflarga o'tkaziladi. Bu esa maishiy tariflardan ochiq barobar yoki unda ham ko'proq farq qilishi mumkin. Misol uchun, agar u ilgari 300 ming so'm to'lagan bo'lsa, endi bu raqam 900 ming so'mga yetishi mumkin. Agar u deklaratsiya qilmasa va bu holat aniqlansa, unda katta miqdordagi jarima, masalan, baza hisoblash miqdorining 10 barobari. Ya'ni misol uchun 3.400 ming so'm miqdorida jarima qo'llanilishi bilan birga avvalgi to'lamagan summalarning qayta hisob kitobi va penga ham undirilishi mumkin. Bu yerda qonunning maqsadi aniq: biznes faoliyatini tartibga solish, soliq bazasini kengaytirish va resurslardan tijoriy foydalanish uchun tegishli tariflarni qo'llash. 3 misol, yagona kvartira egasi bo'lgan keksa yoshli xola faqatgina o'zi yashaydigan bir xonali kvartiraga ega. Uning boshqa mulki yo'q va hech qanday tijoriy faoliyat bilan shug'ullanmaydi. Bu holatda xola xavotirlanish shart emas. U uchun hech narsa o'zgarmaydi. Ya'ni kommunal xizmatlar uchun to'lovlar avvalgi, maishiy iste'molchilar uchun belgilangan standart tariflarda amalga oshiriladi. Uning kvartirasini deklaratsiya qilishiga ham hojat yo'q. Chunki qonun faqat bir nechta mulk egalari yoki mulkini tijoriy maqsadlarda ishlatayotgan shaxslarga taalluqlidir. Bu misol shuni ko'rsatadiki, qonun faqat nomuvofiqliklarni bartaraf etishga qaratilgan. Halol va standart tarzda yashayotgan fuqarolarning hayotini murakkablashtirish emas. Endi esa ushbu qonundagi istisno holatlar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar haqida gaplashamiz. Har qanday qonunda bo'lgani kabi, bu yangi hujjatda ham ayrim holatlarda imtiyozlar yoki maxsus tartiblar mavjud. Birinchi istisno, qurilishi tugallanmagan mulklar. Agar sizda qurilishi hali tugallanmagan, foydalanishga topshirilmagan mulk obyekti mavjud bo'lsa, u holda ushbu mulk uchun deklaratsiya talab etilmaydi. Lekin bu holatda ham rasmiy hujjatlar, ya'ni qurilishni tasdiqlovchi hujjatlar, qurilish ruxsatnomalari va boshqalar mavjud bo'lishi shart. Binoning foydalanishga topshirilgandan keyin sizga tegishli muddat ichida deklaratsiya qilish talabi qo'yiladi. Bu yerda asosiy nuansa shundaki, qurilish tugallangan. Lekin hali kadastr hujjatlari olinmagan obyektlar ko'pincha tayyor
ammo rasmiylashtirilmagan holatda bo'ladi. Bunday holatlar uchun ham aniq muddat va tartiblar belgilangan bo'lishi kerak. Ehtiyot bo'ling. Ba'zi mulk egalari qurilishni sun'iy ravishda cho'zish orqali qonundan qochishga urinishlari mumkin, lekin tizim bunday holatlarni aniqlashga qodir. Ikkinchi istisno meros bo'lib o'tgan mulk. Agar sizga meros orqali bir nechta mulk o'tgan bo'lsa va siz ulardan birini yoki bir nechtasini shaxsiy ehtiyojlaringiz uchun ishlatishni rejalashtirmay o'tgan bo'lsangiz, sizga mulkni sotish yoki ijaraga berishni rasmiylashtirish uchun ma'lum bir muddat, odatda oydan bir yilgacha bo'lgan grace period berilishi mumkin. Bu muddat ichida siz mulkning huquqiy maqomini aniqlashingiz va tegishli deklaratsiyani topshirishingiz mumkin. Bu davrda mulk hali ham standart tariflarda hisoblanishi mumkin. Lekin bu muddat tugagandan so'ng qonunning umumiy talablari qo'llaniladi. Bu yerda asosiy narsa merosni qabul qilganligini tasdiqlovchi hujjatlarning mavjudligi va merosni rasmiylashtirish jarayoni haqidagi ma'lumotlardir. 3-nuanca mavsumiy mulklar. Masalan, yozgi dala hovli yoki qishloqdagi uy. Agar siz ushbu mulkdan yilning ma'lum bir mavsumida foydalansangiz, qolgan paytlarda esa u bo'sh tursa, bu holatni ham deklaratsiya qilish imkoniyati mavjud. Bunda kommunal to'lovlar faqat mulkdan foydalanilgan davrlar uchun tabaqalashtirilgan tariflarda hisoblanishi mumkin. Boshqa davrlar uchun esa minimal to'lovlar yoki standart tariflar qo'llanilishi mumkin. Bu nuans odatda maxsus holat sifatida ko'riladi va ko'pchilikni qamrab olmasligi mumkin. Ammo bu borada ham aniq tartib-qoidalar mavjudligini bilish muhim. 4-nuanca yuridik shaxs tomonidan ijaraga olingan turar joy. Ba'zida kompaniyalar o'z xodimlari uchun turar joylarni ijaraga olishadi. Agar bu turar joylardan faqat yashash uchun foydalanilayotgan bo'lsa, kommunal to'lovlar maishiy tariflarda qolaveradi. Ammo agar yuridik shaxs bu turar joyini ofis, omborxona yoki boshqa tijoriy maqsadlarda ishlatsa, u holda bu mulk uchun kommunal to'lovlar tijoriy tariflarda hisoblanadi. Bu yerda asosiy e'tibor ijara shartnomasida mulkdan foydalanish maqsadi aniq ko'rsatilganligiga qaratiladi. Eng asosiy tuzoq qonunni bilmaslik yoki ataylab e'tiborsizlik qilish. Ko'pchilik menga hech narsa bo'lmaydi degan xayolda bu talablarni chetlab o'tishga urinishi mumkin. Biroq zamonaviy axborot texnologiyalari va ma'lumotlar almashinuvi tizimlari yordamida davlat organlari mulk egalarining ma'lumotlarini, kommunal xizmatlar uchun to'lovlar tarixini, hatto bank o'tkazmalarini ham tahlil qilish imkoniyatiga ega. Masalan, agar sizning hisobingizga muntazam ravishda ijara to'lovlari kelib tursa-yu, siz ijaraga berishni deklaratsiya qilmagan bo'lsangiz, bu holat osonlikcha aniqlanishi mumkin. Natijada nafaqat jarimalar va yuqori tariflar, balki oldingi davrlar uchun to'lanmagan soliqlar va penya ham undirilishi mumkin. Shuningdek, qo'shnilarning shikoyatlari ham tekshiruvlarga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni hech bir narsa ko'zdan panada qolmaydi. Shuni ham tushunish kerakki, bu qonun oddiy fuqarolarning hayotini murakkablashtirish uchun emas, balki shaffoflikni oshirish, resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash va barcha uchun adolatli raqobat muhitini yaratish maqsadida qabul qilingan. Bu qonunning eng muhim sabablaridan biri kommunal xizmatlar tizimidagi subsidiyalarni noto'g'ri taqsimlash muammosini hal qilishdir. Ya'ni boylik va mulkka ega bo'lsa ham ba'zi shaxslar maishiy iste'molchilar uchun ajratilgan imtiyozli tariflardan foydalanib, aslida ular to'lashi kerak bo'lgan to'lovlarni to'lamasdan turishgan. Bu esa jamiyatning kam ta'minlangan qatlamlari uchun belgilangan subsidiyalarning samarasiz sarflanishiga olib kelgan. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz: amaliy maslahatlar. Xo'sh, siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Nima yozish kerak? Birinchi qadam, o'zingizning mulk holatingizni tahlil qiling. Sizda nechta ko'chmas mulk bor? Har biridan qanday maqsadda foydalanyapsiz? Agar sizda bir nechta kvartira yoki noturar joy bo'lsa, yoki turar joy kvartirangizni tijoriy maqsadlarda ishlatsangiz, u holda siz ushbu qonun ta'siriga tushasiz. Ikkinchi qadam, deklaratsiya qilish muddatlarini aniqlang. Yuqorida aytib o'tganimizdek, qonun kuchga kirgan kundan boshlab sizga ma'lum bir muddat beriladi. Bu muddatni aniq bilishingiz va unga rioya qilishingiz shart. Rasmiy ma'lumotlarni Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlaridan yoki Adliya vazirligining rasmiy veb-saytidan topishingiz mumkin. 3-qadam, deklaratsiya qilish joyini aniqlang va kerakli hujjatlarni tayyorlang. Umumiy holda deklaratsiyani quyidagi joylarda amalga oshirish mumkin. 1. Davlat xizmatlari markazlari DXM.
Bu eng qulay va keng tarqalgan usul. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.podguz orqali onlayn. Bu usul vaqtingizni tejaydi. Ba'zi holatlarda kadastr agentligining hududiy bo'limlari orqali sizga kerak bo'ladigan asosiy hujjatlar ro'yxati holatingizga qarab farq qilishi mumkin. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr hujjatlari, oldi-sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi, davlat ro'yxatidan o'tganlik to'g'risidagi guvohnoma va hokazo. Agar mulk ijaraga berilgan bo'lsa, ijara shartnomasi rasman notarial tasdiqlangan bo'lishi shart. Agar mulkdan tijoriy maqsadda foydalanilayotgan bo'lsa, tadbirkorlik subyektining davlat ro'yxatidan o'tganligi haqidagi guvohnoma, faoliyat turi litsenziyasi, agar talab etilsa va boshqa tegishli hujjatlar. Agar mavsumiy mulk bo'lsa, mavsumiy foydalanishni tasdiqlovchi har qanday hujjat, agar mavjud bo'lsa. 4-qadam. Ariza yoki deklaratsiya shaklini to'g'ri to'ldiring. Davlat xizmatlari markazida sizga tayyor shakl beriladi. Uni to'ldirishda xodimlar yordam berishi mumkin. Onlayn portalda esa barcha maydonlar aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Eng muhimi, barcha ma'lumotlarni to'g'ri va aniq kiritishingizdir. Mulkning kadastr raqami, manzili, maydoni, foydalanish maqsadi, masalan, shaxsiy yashash, ijaraga berish, do'kon, ofis va hokazo aniq ko'rsatilishi kerak. 5-qadam. Agar sizda biron-bir savol tug'ilsa yoki qandaydir noaniqliklar bo'lsa, mutaxassislarga murojaat qilishdan tortinmang. Davlat xizmatlari markazlaridagi operatorlar, yuristlar yoki moliyaviy maslahatchilar sizga yordam berishi mumkin. Kal markazlarining bepul telefon raqamlari ham mavjud. Ularga qo'ng'iroq qilib aniqlik kiritishingiz mumkin. Unutmang, o'z vaqtida olingan aniq ma'lumot sizni katta muammolardan qutqarishi mumkin. 6-qadam. Agar siz belgilangan muddatlarda ushbu talablarni bajara olmasangiz, nima qilish kerak? Darhol tegishli davlat organlari bilan bog'laning va vaziyatni tushuntiring. Ba'zi holatlarda asosli sabablar kasallik, uzoqda bo'lish va hokazo mavjud bo'lsa, muddatni uzaytirish yoki vaziyatni yengillashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu kafolat emas. Shuning uchun eng yaxshi yechim muddatlarga qat'iy rioya qilishdir. Hurmatli do'stlar, bugungi suhbatimiz yakuniga yetmoqda. Yangi qonun bir qarashda murakkabdek tuyulsa-da, aslida jamiyatimizda adolatni ta'minlash, resurslardan oqilona foydalanish va iqtisodiyotni shaffoflashtirishga qaratilgan juda muhim qadamdir. Sizdan talab qilinadigan narsa bu o'z vaqtida va to'g'ri ma'lumotlarni taqdim etish. Bu sizni ortiqcha moliyaviy xarajatlardan, jarimalardan va turli xil muammolardan himoya qiladi. O'z mulkingizga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'ling. Qonun talablariga rioya qiling. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz va savollaringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun iltimos, ushbu qonun haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Balki sizda ushbu mavzu bo'yicha qo'shimcha savollar bor. Ularni ham bemalol berishingiz mumkin. Bu videoni yoqtirgan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni sizga yetkazishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va qonunlarni hurmat qiling. Keyingi uchrashuvgacha